Tushimda ko'rdimmi yoki o'ngimdami bilmayman, lekin yarim kechasi soat 2 da shunaqangi qarsillagan tandir somsa yegim kelib qoldi. Tabiiyki kechasi 2 da ko'chadan tandir somsa topish rosa ham qiyin. O'shaning uchun tayyor mayli xamirlardan uyda o'zim tayyorlab tashladim. Endi aqlli ishlatadigan joyiga keldik. Agar yarim kechasi soat 2 da tandir yoqadigan bo'lsa, qo'shnilar aniq mani mahalladan atpiska qilib yuborishadi. O'shaning uchun o'tim bilan tandirni ovora qilib o'tirmasdan o'zimizni gazda qaynanamni qop-qora qozonlarini olib chiqib yaxshilab qizdirib, qozon somsani yopib bordim. Somsamizni qopqog'ini yopib 20 daqiqaga dimlaymiz. Borida bilasizlar, bo'sh o'tirishni yomon ko'raman. O'shaning uchun sizlarga ota-onamga juma hadyasi qilib olib bergan Premier brendining Sahara konditsionerlarini bir ro'yga maqtanib o'tib ketaman. Sahara konditsionerlari past kuchlanishda ham zo'r ishlar ekan. Bor yo'g'i 135 voltda uyimizni shunaqangi muzlatib yubordik. Xullas, sizlarga ham aynan shu konditsionerdan xarid qilishingizni tavsiya qilaman. Bu orada orqalari qizarib pishgan somsalarimizni qozonni xuddi shunaqa o'girgan holatda ustilarini ham qizartirib olamiz va issiqligida mazza qilib, qars-qurs qilib yeb olamiz.